tomoshabinlar, bugungi videomizni boshlab Bugungi videomiz sizlar bilan qanday qilib kompyuter yoki notebookda ekranni videoga olish, ya'ni zapis qilishni o'rganib o'tamiz. Xo'p, bo'lmasa videoni boshladik. Birinchi bo'lib bizga Chrome, Microsoft, shunga o'xshash brauzerlar kerak bo'ladi va bu yerga biz Bandicam deb qidiramiz. Mana Bandicam download. Bosamiz. Birinchida bandicam.com aynan o'zining saytiga kirishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerdan download Bandicam 2025, hali 2026 da yangisi ham keladi. Ungacha bizga hozir 2025 ham bo'laveradi. Bitta ustiga bosamiz va yuklaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yoqda chiqadi. Xo'p, yuklab olguncha aytaman. Bu bizga kompyuterimiz xotirasi kichkina bo'lsa yoki qotishlar bo'lsa, bu eng hajmi kichkina va yaxshi videoga olish uchun yaxshi programma hisoblanadi. Boshqa dasturlar ham bor, lekin ular kompyuter, masalan, mening ham kompyuterimga to'g'ri kelmagani uchun men aynan shu programmani tavsiya qilaman sizlarga. Mana yuklaydi. Men o'rnatib bo'lganman, hozir o'zim ishlatyapman. Hozir ko'rsataman yana yuklashni. Mana chiqqandan so'ng bu faylchani ustiga bosamiz va mishkani chap tomonini ustiga bir bosib, asta рабочий stolga chiqarib olamiz. Mana endi ustiga 2 marta bosamiz chap tomonni. Hop, bizdan ruxsat berish so'radi. Bu yerdan biz aynan o'zbek tili kerak. Farqi yo'q, xohlagan tilingizni tanlasangiz ham bo'ladi. Tushunarliroq bo'lishi uchun OK tugmasini bosamiz. Oldinga ularni o'qib chiqishingiz mumkin o'zingiz. Qabul qilaman. Oldinga va o'rnatish. Men o'rnatib bo'lganman, mana ko'rishingiz mumkin. Sizlar o'rnatishni bossalaringiz bo'ldi. Men hozir bekor qilish bosaman va ko'rsataman. Ustiga 2 marta bossak avtomatik kiradi. Mana ustiga 2 marta bosganimizda kirdi. Hozir mana video olmoqda aynan YouTube uchun. Endi mana bu yerda rek yozib turadi. Mana shu sichqoncha tomonda rek bo'ladi. Shuni ustiga 1 marta bossangiz avtomatik videoga oladi. Endi bizga bir ikkita narsalar kerak bo'ladi. Bu yerda sozlamalarda ovozlar bo'limi bor. Bu yerdan o'zingizning ovozingizni ham zapis qilishingiz mumkin. Rasm, screenshot, ya'ni videoga olish. Bu hozirgi qilayotgan ishimiz. Xo'p, bu yerdan bo'limlar, bu bosh menyu, asosiyda chiquvchi jild degani bu masalan videoga olib bo'lganimizdan so'ng fayl qayerga yuklanadi desangiz, xo'p, biz kiramiz. Desktop va bu yerdan documents bo'limida alohida Bandicam degan fayl bo'ladi. Ustiga 2 marta bossak, mana videolarimiz kelib chiqadi. Shu yerdan so'nggi videolar avtomatik shu yerga joylanadi. O'zingiz bu yerga to'g'rilashingiz ham mumkin. Meniki lekin to'g'ri. Mana endi video bo'limi. Hop, video bo'limida yozish, to'xtatish, tezkor tugmasi. F12 ni, ya'ni klaviaturadan F12 ni bosganimizda avtomatik yozib bo'lingandan so'ng F12 ni yana bir bossak, to'xtatish bo'limiga o'tadi. Pauza, tezkor tugmasi. Shift F12 ni bossak, pauza qilib turadi. Qani men hozir bosib ko'raman. Shift 12. Mana menda pauza qilib qoldi. Xo'p, keyingi tugmalar sichqonchani kursorda ko'rsatmoq. Mana shunga albatta bitishga qo'yishingiz kerak, yo'qsa sizni sichqonchangiz, mana mishkangiz ekranda ko'rinmay qoladi. Men ham boshida tushunmagandim, keyin sozlamalarni ko'rib, hammasini keyin mishkani ham chiqarib oldim.
sichqonchani bosganda effekt ko'rsatish. Bu ham kerak. Mana sichqonchada ko'k effekt, qizil bosganda shular ham bor. Ular ham chiqishi uchun mana shu tugmani bosish kerak. Web kamerani ko'rsatmoq. Tanlovlar. Xo'p, hozir bu yerga bossangiz, meni videoyim o'chib qoladi avtomatik. Shuning uchun men buni bosmayman. O'zingiz birma-bir ko'rib chiqishingiz mumkin. Video, audio bo'limlar, bularga tegmaymiz. Rasmlar, rasm. Tugma bu ekranni takror olmoq. Bu shart emas. Sichqonchani kursorini ko'rsatmoq. Bu albatta turadi. Ovoz yoqmoq, bular ham turadi. Bizda farqi yo'q rasmimiz, lekin PNG yoki JPEG yuqori sifat. Eng yaxshisi shu ikkovidan bittasi hisoblanadi. Dastur haqida qayd etilmagan, agar logotip yozmoqchi bo'lsangiz, litsenziya sotib olish so'raladi. Bularni ham birma-bir ko'rib chiqishingiz mumkin. Va bu yerda bo'lim bor. Yozish hududini tanlang. Biz screenshot qilmoqchi bo'lsak, mana hozir menimcha bo'lmaydi ekan screenshot. Videoga olyapman chunki to'liq amana bo'lyapti. Mana shu tarzda screenshot qilib olishimiz mumkin. Ko'ringan bilmadim, lekin xo'p, to'liq ekran bu avtomatik mana ekranimizni to'liq egallaydi va har bir tomonigacha ko'rsatadi. Xo'p, mana shu narsani web kamerani chiqarishni ham mana screenshotimiz chiqdi boyagi. Web kamerani chiqarishni ham hozir men alohida telefonga olib ko'rsataman. Bu ham oson juda. Bu qayerda qilinadi desangiz, video bo'limida boyagi web kamerani ko'rsatmoqda tanlovlarni bitta bossangiz, avtomatik web kamera haqida ma'lumotlarni ko'rsatadi. Xo'p, bo'ldi, boshqa hech narsa qolmadi. Bu yerda mana mikrofon, aynan mana shu mikrofon yonib turadi va yonboshdagi ko'tarilib tushayotgani bu mening ovozim. Bu ishlagan bo'lishi kerak. Hozir ustiga bir marta bossam, meni ovozim chiqmay qoladi gapirsam. Mana ishlamayotgan bo'lsa kerak boya ovozim. Bu yondagi shart emas. Mana shu yoniq tursa bo'ldi. Bu web kamera bo'ladi. Yozuvda web kamerani qo'shmoq. Bu avtomatik mana bu yerda qizil nuqta bo'lishi kerak. Xo'p. Do'stlar, shuning bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bundan qiziqarli va foydali videolar chiqishi uchun kommentariyada qanday video chiqarishim haqida ma'lumot aytsangiz, men o'zim shunga o'xshash videolarni chiqarib boraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.